Hurmatli obunachilar, bugun Yakkasaroy Salomatinaga kelganmiz. 4 xona 105 kvadratlik juda ham Yevro stilda qilingan xonadonimiz bo'ladi. Xo'p, do'stlar, kelinglar. Birinchi bo'lib bizni kir qismimizdan boshlaymiz. Mana kir qismimiz bu yoqda joylashgan. Oynali zona, o'zining bu yoqda garderoblari, stroyniy shkaflari bor. Hurmatli obunachilar, kelganingizda bu yoqqa kattagina bu yoqda ham oynamiz bor. Bu yoq esa zal o'rnida bemalol foydalansangiz bo'ladi. Mягкийlarimiz bor. Eng sifatli mebellar o'rnatilgan. Va bu yoqda o'zining kattagina televizorli zonamiz bor. Xo'p, bu xonadonimizda bu yoqda bizni dushovoyimiz joylashgan, ko'rishinglar mumkin, razdenniy qilib va bu yoqda tualet qismimiz joylashgan, hurmatli obunachilar. Va ayollarimiz uchun ideal sharoit qo'yganmiz bu yoqda oshxona qismimiz. 4 talik stol, barcha texnikalarimiz Hoffman texnikalari ishlatilgan. Xo'p, do'stlar, kelinglar. Bu yoqda mana kartinkalarimiz va bu yoqda kattalar spanisi o'rnida bemalol foydalansak bo'ladi. Ham bu yoqda o'zining balkon qismi ham bor, hurmatli obunachilar. Mana shkaflari, xullas hamma sharoiti bor. Va bu yoqda detskiy xona o'rnida bemalol foydalansak bo'ladi va shkaflari ham bor, hurmatli obunachilar. Va kelinglar, 4-xonamizga kiramiz. Bu yoqda mana kattalar spanimiz bor, birralari va juda ham chiroyli ranglar uyg'unligi bor bu xonadonimizda. Yoqib, o'chirib bemalol foydalansangiz bo'ladi, garderobdan unumli foydalanishga. Xo'p, do'stlar, uyimizning narxini har doimgidek opsiyada yozib qoldiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.